Assalomu alaykum barchaga. Videomiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, tezkor xabar. Markaziy bank 10 million so'mdan ortiq pul mablag'larini nazorat qila boshladi. O'tarchilar solig'i chalg'itish uchun qulay mavzumi. Xalq mashina olayotgan bir paytda uy xaridlarida banklarda navbat kutib, yangi texpasport va yonilg'i naqd pul cheklovidan boshi qotib turgan bir paytda maydonga yana san'atkorlar solig'i tashlandi. Benzinga naqd pul o'tmaydi desak jahllari chiqadi. Yaxshisi o'tarchilar haqida mavzu ochaylik degandek taassurot uyg'otmayaptimi sizda ham? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yuqoridagi barcha mavzular chetda qolib, oxirida yana o'tarchilar soliqdan ozod bo'lib ketsa ajablanmaydi odam.